24/12/2023 2023-yil 24-dekabrda matematika fanidan bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihonidagi 45-misol yechimini ko'rib chiqamiz. Uyning tomiga eni 36 sm, uzunligi 15 metr bo'lgan tunukadan eng katta sig'imli tarnov o'rnatilgan. Tarnov balandligi 2 sm dan iborat. Chizmada mana uzunligi 15, balandligi x bo'lyapti. A savolda tarnov balandligini santimetrda toping deyapti. B savolda tarnov sig'imi necha litrga teng? Xo'p, eng katta sig'imli desa, demak eng katta degan so'z kelsa albatta hosilaga bog'liq. Eng katta sig'imli desa, mana shunga qancha suv ketadi, ya'ni mana shu tarnovdan qancha suv oqib o'tadi eng ko'pi bilan. Shunda tarnov balandligi ikkisini toping deyapti. Demak, hajm nimaga teng bo'ladi? Xo'p, hajm V teng Xo'p, asosi bir tomoni 36 minus 2x 2x ko'paytirilgan ikkinchi tomoni 15 bo'lyapti. Mana shu asosi bo'lyapti va balandligi nima edi bizda? X edi. Mana shu hajm bo'lyapti. Eng katta sig'imli desa, hajm eng katta bo'lishi kerak. Endi buni V teng 15 ko'paytirilgan. Endi hajm eng katta bo'lishi uchun hajm x ga bog'landi. Shundan bitta hosila olib teng 0 deymiz. Demak, hosila olgan vaqtimiz 15 kerak emas. Ichkaridan hosila olamiz. 36x ning hosilasi 36 minus demak 2x kvadratning hosilasi 2 oldiga tushadimi? Daraja bittaga kamayadi. 4x teng 0. X teng bo'lar ekan ichiga 9 ga. Xo'p. A savolda tarnov balandligini santimetrda so'ragan, o'zi bu santimetrda chiqyapti. Demak, tarnov balandligi 9 santimetrga teng ekan. B savolda tarnov sig'imi necha litrga teng? Ana endi necha litrga teng desa, tarnovning balandligi x nechi bo'ldi? 9 santimetr bo'ldimi ximiz? 9 santimetr. Buni detsimetrga o'tkazsak nechaga bo'lamiz? 10 ga. 0,9 detsimetr. Mana yozaylik, ximiz 9 santimetr yoki 0,9 detsimetr. Nima uchun detsimetrga o'tkazyapmiz? Sababi 1 litr bizda 1 detsimetr kub. Ana endi balandligi bor. Mana buni yozamiz. Asosining bir tomoni 36 minus 2x. 36 minus 2x. Xo'p, bu degani 36 dan ayiramiz. 2 ko'paytirilgan ximiz 9 midi? 18 ni ayirsak necha bo'ladi bu? Yana 18 qoladimi? 18 santimetrda. 10 ga bo'lsak 1,8 detsimetr. Ana endi 15 metrni detsimetrga o'tkazsak 1 metr 10 detsimetrmi? Endi 10 ga ko'paytirsak 150 detsimetr. Hajm V teng asosining tomonlari 36 minus 2x ga 1,8 detsimetr va 150 detsimetr. Keyin esa balandligi 0,9 detsimetr. Bu detsimetr kubda chiqyapti. Ana endi detsimetr kub kelgan joyga litr qo'ysak bo'ladi. Demak, hammasi shu litrda bo'lyapti-da. 18 ko'paygan, 150 ning bitta 0 ni o'chirsam, buni 10 ga ko'paytiramizda. 18 ko'paygan 15 ga tushadimi? Ko'paygan 0,9 detsimetr kubga litr yozsak bo'ladi. Xo'p, 18 kira 15 nechaga teng bo'ladi? 10 tasi 180, 5 tasichi 90. 270 bo'lyaptimi? 270 ko'paygan 0,9 litr. 0 ni o'chirib bunga ko'paytirsak, ya'ni 10 ga ko'paytirsak 9, 27 kira 9. 3 ning 5-chisi bo'lyaptimi? 3 ning kubi, 3 ning kvadrati. 3 ning 5-chisi 243 midi? Demak, tarnov sig'imi 243 litrga teng bo'lar ekan.
243. Demek tarnov balandligi A savolda 9, B savolda tarnov sig'imi 243 litrga teng ekan.